2014-yil Captiva'miz geldi do'stlar. Eldilari esidatilingan, tonirovka ruxsatlari bor. Propan gazi bor mashina. İçlari aquaprint bo'lgan. Qirchilib, yirtilib, oqarib, hech bo'lmagan. Mashinamiz 133 ming yurt turibdi. Monitorlar qo'yilgan ichine. Qo'jalari cho'tki holatda turibdi. Lyuklari hamma o'z ishida turibdi. ...2014-yil plus varianti biz. Tablolari esidinikidan bo'lib kelgan. 4 yumshoq balon turibdi mashinada. Chiroyli, arkalari ham akkuratni. Qo'jalar tashlangan. Propan 65lik. Mashinamiz go'zal holatda, kraskasi yo'q ichirindi. Shundaymi? Kimga qiziq bo'lsa, puli 185 million so'm kelishiladi. Naqd pul bo'lsa 91 dan telefon nomerlar 91 dan 984 84 83. Kimga qiziq bo'lsa telefon urib Captiva olaman deb bo'lgan do'stlarga videoni tashakkur qilasizlar. Zo'r holatda egadan mashina. Mashina proshamiz egadan.